Bugungi suhbatda inshaalloh ustoz mening mana shu ilmiy izlanishlarim, Qur'on ustida olib borayotgan ilmiy tadqiqotlarimga munosabatini bildirishini kutib qolamiz. Menga qilinayotgan tuhmat, bo'htonlarga munosabatini va qo'shtirnoq ichidagi Qur'oniylik sektasi haqida ham inshaalloh biroz bizga ma'lumot bersa, yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Ustozni o'zi ham mana kanalimizga tashrif buyurdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Muhtaram ustoz, xush kelibsiz. Sizga mana suhbatni boshidan o'zingizga mikrofonni bersakda, bizga bir chiroyli suhbat qilib bersangiz inshaalloh. Marhamat ustoz. Va alaykumussalam va rahmatullohi va barakatuh. Mana shunga o'xshagan ataylab qilingan islomga qilingan zarbalarni oldini olish uchun ekspertiza guruhini tashkil qilganmiz va bu guruh keyinchalik juda bir katta bir bo'limga aylandi va ekspertiza qilish uchun nizom ishlangan. Ayni mana shu nizomni birinchi bo'lib turib yangi O'zbekiston tarixida yozgan inson sifatida shu narsani aytaman. Ya'ni ekspertizani boshqargan inson sifatida aytamanki, sizning ilmiy tadqiqot ishlaringiz mutlaq har qanaqa sektalardan xoli. Ekspertiza agarda beriladigan bo'lsa, shu narsani men aytaman va qolganlar ham bu narsani yaxshilab eshitib olsin. Shunday ekan, bu narsalarni gapirishda juda ehtiyot bo'lish kerak. Ilmiy tadqiqot qilayotgan insonga bunaqa gaplarni gapirishdan avval bir o'y, fikr, bir madaniyat, bir ma'rifat bo'lish kerak har qanday insonda. Shunday ekan, men masalan mana shu O'zbekistonda ekspertizani boshqargan, ekspertizani nizomini yozgan inson sifatida shu narsani aytamanki, ilmiy tadqiqotlarda davom etish kerak. Ayniqsa sizni mana shu tadqiqotlaringizda albatta bu narsani aytish kerak, lekin yana bitta joyi bor, nozik joyi bor Bahromjon. Siz bilib qo'yishingiz kerak bo'ladigan nozik joyi bor. Albatta siz bir narsani biling. Bugungi kunda masalan, mana aytilyapti, siz tomoningizdan bir necha marotaba biz eshityapmiz. Qur'onga mos kelgani va hokazo deyapsiz. Lekin bu narsani bular noto'g'ri talqini ketyapti. Shuning uchun hadislar misol uchun hammamizga ma'lum. To'qima hadislar, Isroiliyot deymiz, zaif hadislar bor deymiz va hokazo bor deymiz. Mana shu nuqtai nazardan yondashayotgan paytimizda juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ya'ni mana shu hadislarga bo'lgan munosabatda qolganlar boshqacha o'ylab qolishmasligi uchun bu narsani ozgina ehtiyot qilib gapirishimiz kerak. Chunki odamlarimiz, ya'ni ayniqsa O'zbekiston sharoitida hadislarga munosabat sal boshqacharoq bo'ladigan bo'lsa, ular qarang, surishtirmasdan, netmasdan to'g'ridan to'g'ri Qur'oniylarga nisbat berishi bu ana shu insonlarni ma'rifatsiz ekanligi, ya'ni ana shu sohadan yiroqda ekanliklari va ekspertiza nuqtai nazardan ular misol uchun asossiz mana shunday bir Qur'oniylarga nisbat berishi bu tabiiy hol, lekin mana shunday darajaga olib bormaslikka harakat qilish kerak va siz tomoningizdan masalan mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga demak mehr muhabbat qanaqa bo'lishligini, ayniqsa siz bugungi kunda tadqiq qilayotgan faoliyatingizda Qur'ondan misollar keltiring. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga itoat qilish bo'yicha Alloh subhanahu va taolo Qur'onda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning xulqi qanchalik darajada ekanligini ko'rsatgani, uni hammaga mana shunday bir oyatlari orqali yetkazgani, mana shu to'g'risida bir to'xtalib o'tsangiz yaxshi bo'lardi. Endi voqelik nimadan kelib chiqadi? Bugungi kunda biz bu narsani teran anglab olishimiz kerak. Bugun mana bizni hozir mana shu topda tinglab turganlar ham xolis bir to'xtamga kelib shu narsani bir o'y fikrlardan o'tkazishsinki, qanday qilib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga mana shunday bir hurmat, bajo keltirilishi zarurligi Qur'onda bot-bot zikr qilingan, mana Bahromjon qanchasini o'qib berdi, tafsirlab berdi, uni ta'riflab berdi. Endi xolis Alloh uchun
har bitta mana shu eshitayotganlar xayolidan bitta o'tqizsin, qanday qilib turib Qur'oniy, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi ahli Qur'on, hadisni inkor qiluvchi yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni mensimaydigan odam deb atay olamizmi? Mana shuncha gapdan keyin. Shunday ekan, baraka topkurlar, tadqiqot masalalari bu tadqiqot, ilmiy tadqiqot. Ilmiy tadqiqotga osilish kerak emas. Ilmiy tadqiqotni qo'llab-quvvatlash kerak. Qani Bahromjon, sizga o'xshab nechta odamni sanab bera olasiz? Mana bu bugungi kunda Qur'onni ilmiy tadqiqot qilayotgan tadqiqotchilar nechtasini sanab bera olasiz? Faqat Yo, o'sha o'zi mana bilib tinglab qilayotganlar. turganlar ham masalan hozirgi kunda nechtasini sanab bera oladi? Biz bilasizmi, Abu Rayhon Beruniy qo'lyozmalar institutida 100 mingdan oshiq qo'lyozmalarimiz bor. 100 mingdan oshiq. Mashalloh. 100 mingdan oshiq qo'lyozma bor. Bilasizmi? U 100 mingdan oshiq qo'lyozmani agarda hozir Qatar bilan Kuvayt sotaylar bizga deyapti. Bilasizmi? Agarda u qo'lyozmalar sotiladigan bo'lsa, milliard dollarlarga sotib olaman deyapti. Maqsad nima desa, o'sha qo'lyozmalarni biz tadqiq qilaylik deyapti. U chang bosib yotaveradimi deyapti. Bizda Ha. ana shu qo'lyozmalarni tadqiq qiluvchi kim bor hozir? Kim qilyapti tadqiq? Kim uni ilmiy jihatdan o'rganyapti? Tasavvur qilyapsizmi qanchalik darajada muammo ko'p? Biz tahqiq etayotganlarni qo'llab-quvvatlashni o'rniga mana bu ilm bilan shug'ullanishga harakat qilayotganlarni har taraflama yonida turib, uni rivojlantirib, bizni ayniqsa Bahromjon shu o'rinda bizni bir maslahatimiz shundan iborat bo'ladi. Ya'ni bundan buyon mana shu shunga o'xshagan qandaydir bir masalan da'volar bo'lsa, sizga nisbatan qandaydir bir mana shunday bir fikrlar bo'lsa va hokazo fitnalar bo'lsa, unga ahamiyat bermang endi. Siz bu narsalar bilan chalg'imasligingiz kerak. Va bir narsani aytmoqchiman, Bahromjon, o'zingizdan bir shu narsaga urg'u beringki, siz bugungi kunda ana shu sektalardan va sektani o'zi olib borayotgan usullaridan, ularni siyosatidan boxabar emasligingiz bilinib qoldi. Ya'ni ulardan mas ekanligingiz ham bilinib qoldi. Qolganlar ham yaxshilab anglab olsinki, bugungi kunda men tushunishim va meni o'zimni tashqaridan bergan bahoyim, Bahromjon bugungi kunda tadqiqot ishlarini olib boryapti va bu Qur'on tadqiqiga qaratilgan bugungi kunda juda ham noyob va nodir insonlar tomonidangina bu narsaga jur'at qilganlar bor. Shuning uchun tadqiqotchi sifatida men tanidim va men masalan bekorga so'raganim yo'q, o'sha Yevropa bilan aloqalaringiz qanaqa deb. Chunki men kuzatishim va orqa-vorotdan surishtirishim shu narsani demak menga ma'lum qilindiki, hech qanday Yevropadan maosh, mablag', homiylik yoki qandaydir bir ularni iddaolarini targ'iboti bilan shug'ullanish degan masala yo'q va masalan ana shu homiylik asosida xizmat qilib kimlargadir qo'shtirnoq ichidagi Qur'oniylarni targ'ibotini amalga oshirish bo'yicha qandaydir bir vazifa yuklatilmaganligi va hokazo bu narsalarning hammasi o'zlarini bugungi kundagi mana munosabatlaridan bilib turibmiz va keltirilgan oyatlardan ham ko'rib turibmizki, xulosa qilib ayta olamizki, bu kishi mana bu kofir va murtad degan mana shunday bir maqomlarga sazovor bo'lganlardan bari, ya'ni ulardan poklar. Shunday ekan, faqat va faqat ilm yo'lida demak bardavom bo'lishlariga biz tilakdoshmiz va bu suhbatlarni tinglayotganlarni Alloh subhanahu va taolo haq dinidan adashtirmasin, Qur'ondan adashtirmasin va haqiqiy Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning ummati bo'lib turib, mana shu dunyoda holi hayotlik paytida
Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xulqlari va ularni odoblari bilan odoblanib, faqatgina bir-birimizga chiroyli so'z, chiroyli fe'l va axloq, odob bilan suhbatlarni demak olib borishimizga Alloh subhanahu va taoloning o'zi bizga yo'l bersin, muvaffaq aylasin va faqat duolarimizda bir-birimizni haqqimizga duo qilaylik. Ilm olish uchun shay turaylik va har bitta mana shu suhbatdan ozgina bo'lsa ham ilmlansak, ozgina bo'lsa ham ma'rifatlansak, Alloh subhanahu va taologa beadad hamdu sanolarni aytaylik. Chunki mana shu ilm bilan ham, mana shu hidoyat bilan ham Alloh taolo bizlarga mana shunday bir ilmlarni yetkazyapti. Bizni quloqlarimiz mana shularni tinglayapti va buni tinglanishida Alloh taolo bizni sababchi qilayotgan bo'lsa, biz ana shundan bag'oyat xursandmiz va o'zimizni bugungi kunda mana shu dinimizni sofligi va islomni mustahkamligi va musulmonlarni vahdoniyati uchun qilgan ozgina bo'lsa ham sa'y harakatimiz deb bilsak, o'zimizga Alloh taolo mana shunday bir maqomni berib turganidan, shunday bir vazifani bajo etayotganimizdan Alloh subhanahu va taologa hamdu sanolar aytamiz. Bizni sababchi qilayotgani uchun Alloh subhanahu va taologa beadad hamdu sano aytib shukronalar keltiramiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sog' bo'linglar.